Yo'llarda haydovchilarning harakatlanish qoidalariga amal qilmasliklari, shoshma-shosharliklari ko'plab ko'ngilsiz holatlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa ana shunday ko'ngilsiz hodisalarda begunoh insonlarning jabrlanishi esa juda achinarli hol albatta. Joriy yilning 17-sentyabr kuni Yangiariq tumanida sodir etilgan yo'l transport hodisasi ham haydovchilarning e'tiborsizligi va tajribasizligi, yo'l harakati qoidalariga rioya etmasliklari oqibatida sodir bo'lgan. Joriy yilning 17-sentyabr kuni soat taxminan 9:00larda Yangiariq tumani Angarik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 90 va 062 avtomobil yo'lining birinchi kilometrida haydovchi 1991-yilda tug'ilgan, boshqaruvda bo'lgan Nexia rusumli avtomashinani chap tomonga qayrilmoqchi bo'lib turganida orqa tomondan harakatlanib kelayotgan 1992-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvdagi Cobalt rusumli avtomashinasini boshqarib quvib o'tmoqchi bo'lib harakatlanib Nexia avtomashinasiga urilib boshqaruvni yo'qotishi natijasida yo'l chetida trotuarda turgan 2023-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan piyodani urib yuborib yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada yo'l chetida trotuarda turgan voyaga yetmagan piyoda voqea joyida vafot qilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan dastlabki tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yo'ldoshlar, haydovchilar, mana ko'rib turganingizdek, Yangiariq tumanida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Viloyatimiz hududida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining asosiy sabablari haydovchilar tomonidan tezlikni me'yoridan oshirishlari, oraliq masofani saqlamaslik va qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanishlar oqibatida sodir bo'lmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlaringizni, o'zingiz va o'zgalarni hayotini xavf ostiga qo'ymasliklaringizni so'rab qolaman. Hurmatli haydovchilar, qoidalarga qat'iy amal qiling. Manzilga bir necha daqiqa oldin yetib borish uchun amalga oshirilgan shoshma-shosharlik kimningdir hayotiga zomin bo'ldi. Xulosa esa o'zingizdan.